Gohida ba'zi bir odamlarning ibodati bor, lekin tili bilan, yomon fe'li bilan o'z yaqinlariga, qadrdonlariga ozor beradi. Do'stiga qattiq gapiradi, qo'shnisiga qattiq gapiradi, keliniga ozor beradi, ayoliga ozor beradi. U ozor joniga ozor berish shart emas. Bizni yomon qattiq dag'al gapimizdan ham ozor chekadi. Payg'ambarimiz alayhissalom bir g'azotning so'ngida o'ljalarni taqsim qila boshladilar. Shunda bir odam adolatli taqsim bo'lmadi dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh taolo Musa alayhissalomga shunday ozorlarni boshiga solgan, lekin Musa qavmidan bo'lgan bu ozorlarga sabr qildi dedilar. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qilgan ishlariga norozilik, ya'ni noo'rin norozilikni o'zlariga ozor sifatida ko'rdilar. Bir odam yaxshi ish qilib turibdi, lekin shu ishni boshqacha talqin qilish bu ham ozor. Eng katta ozor bu tildan bo'ladigan ozor. Haqiqiy musulmon tilidan, qo'lidan o'zgalar ozor ko'rmasa, mana bu haqiqiy musulmon. E'tibor bering, qo'ldan oldin tilni keltirilyapti. Qo'lning ozori bitta odam, ikkita odamga ozor berishingiz mumkin. Lekin til bilan odam jamiyatni buzib yuboradi. Oilalar buzilib ketadi. Tilning ozorining ko'lami keng azizlar. Mo'min odam, musulmon odam mana shu ibodati bor, Allohdan umidi bor odam mana shu e'tiqodda bo'lish kerak. Hech kimga hech qachon ozor bermaslik. Bizga birov ozor bersa, ozor berishimiz kerakmi, yo'qmi? Yo'q, shunda ham ozor bermasligimiz kerak.